Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan tezda tayyor bo'ladigan shirinlik tayyorlaymiz. Mazasi og'zingizda qoladi. Birinchi 2 dona tuxum bilan shakarni oppoq bo'lgunicha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Vanilin ozgina solib, kallexdan mazali sut hamda yog' solamiz. 1-2 aylantirib, tortov kakaolardan 2 osh qoshiq hamda unni solib, ilikdan o'tkazamiz. Razrixitelni ham solganimizdan keyin bir xil bo'lgunicha yaxshilab mikserlaymiz. Xamir shunaqa suyuq bo'ladi. Yog'lab unlangan qolipga solib duxovkaga jo'natamiz. Yumshoqqina pishgan biskvitimizni sovitib, ustiga sut va kofeni solib propitka qilamiz. Krem uchun bizga kallexdan mazali krem chiz kerak bo'ladi. Bu bilan kremimiz yana ham mazali chiqadi. Ustiga qand upasi hamda kallexni 33% qaymog'idan solib yaxshilab ko'pirtiramiz. Krem tayyor. Biskvit ustiga kremni solib, tekislab ustidan eritilgan shokolad quyamiz. Xohishga ko'ra bezatib, sovutgichga jo'natamiz. 3-4 soat turgandan keyin kesib, bemalol dasturxonga tortishimiz mumkin. Juda ham yumshoq, mayin, mazali tortimiz tayyor, yoqimli ishtaha.